Hurmatli o'quvchilar, mana bu qizilda yozib qo'yganlarimiz bu ufqning asosiy taraflari, ya'ni shimol 360, lekin ba'zida bu 0-chi ham deyiladi. Lekin aslida olganda bu 360 ga teng bo'ladi. Janub 180, sharq 90, g'arb esa 270 ga teng. Endi uning oraliq taraflari 45 shimoliy sharq, 135 janubiy sharq, 225 janubiy g'arb, 315 shimoliy g'arb deb ataladi. Endi shu yerda bitta narsani bilib qo'yishimiz kerak. Shimol faqat 360 ga teng, ya'ni 360 dan o'tib qol, ya'ni 1 ga yoki 359 bo'lib qol. Ya'ni 1 ham misol uchun 1 bilan mana boshlanishi 1 dan boshlab 45 gacha va bu yerda 89 gacha davom etadigan joyimiz 89 gacha davom etadigan bu hammasi shimoliy sharq deyiladi. Ya'ni sharq faqat 90 ga bo'ysunadi xolos. Ya'ni 89 bu shimoliy sharq bo'lsa, 91 esa janubiy sharq bo'lib qoladi. Tushundinglar? Lekin shimoliy sharqni ko'rsat desa 45 ni ko'rsatasiz, lekin 89 ham bu shimoliy sharq deb yuritiladi. Ya'ni ko'pchilik o'ylashi mumkin, buni 90 ga yaqin qolgan bo'lsa bu sharq ekanda deyish mumkin. Yo'q, aslida olganda sharq deb faqat 90 ni o'zi aytiladi. Qolganlar ham xuddi shunday. Ya'ni g'arb deganda faqat 270 ni aytamiz. Ya'ni 271 bo'lib qolsa ham bu shimoliy g'arb bo'lib ketadi yoki 269 bo'lib qoladigan bo'lsa bu janubiy g'arb deb yuritiladi.